Internetda odamlar gidrofilniy maslo zarar, akne chaqiradi, komedonlar chaqiradi deb aytyapti. Rostmi shu? U xotdagi ingrediyentlarni komedogenligi ilmiy isbotlanmagan. O'xshash narsalar bir-birini eritadi degan gap eshitganmisan? Suv suvni eritadi, yog' yog'ni. Shunga jирный SPF, og'ir meykaplarni gidrofilniy maslo yaxshi eritadi. Undan tashqari lishniy sebumni eritadi, demak poralarni tozalaydi. Okey, unda nimaga komedonlar paydo bo'ladi? Yog' terida ingichka plyonka paydo qiladi, tagida bakteriyalar ko'payishi mumkin. Shunga uni to'g'ri yuvib tashlash juda muhim. To'g'ri va to'liq yuvsa ham komedonlar bo'lsa-chi? Ha, ba'zi produktlar komedonlar chaqirishi mumkin. Lekin bu gidrofilkadan har doim akne paydo bo'ladi degani emas. Shunga sanga to'g'ri keladigan produkt topish muhim. Va buni bilishi eng yaxshi yo'li nazarimda odzivlarni ko'proq o'qish. Lekin purgingni ham unutmaylik. Nima edi u? Purgingmi? Qanaqadir aktiv ishlatganingda hujayralar tezroq yangilanishi boshlaydi. Shunda poralarda qolgan lishniy yog' yoki o'lgan hujayralar tashqariga itariladi. Lekin bu narsa itak tering ichida bo'lgan. Prosta endi tashqariga chiqadi. Sizga to'g'ri keladigan gidrofilniy maslo, mitsellarka, sherbet ishlatavering. Menga vatniy diskni terini qirish yoqmaydi, shunga lichni menga gidrofilniy maslo ko'proq to'g'ri keladi. Menga qara, вообще o'sha mitsellarkami, gidrofilkami, sherbetmi shartmi? Yuzimni 2 marta yuvishim shartmi? Bu mavzu qiziqmi? Gaplashamizmi?